Hal qilib ko'ring-da. Ota-onaga yaxshilik qilganingizda xursand bo'lyapsizmi? Yor do'st birodarlaringizga yaxshilik qilganda xursand bo'lyapsizmi? Yetimni boshini silaganda ko'nglingiz eriyaptimi? Qur'on qiroat qilayotganda maza qilyapsizmi? Siz jannatiy odamsiz. Sizni jannatga Alloh taolo muyassar qilib qo'ygan. Sizni qo'lingizdan yolg'on gapirish kelmayapti. Yolg'on gapirdingiz, qo'lga tushib qoldingiz. Eplolmayapsiz. O'g'irlik qilish qo'lingizdan kelmayapti. Odam o'ldirish qo'lingizdan kelmayapti. Xursand bo'ling. Jahannam ishlari sizga yoqmaydi. Bu qadarni berkitadiganligi bilan bizni imtihon qilingan. Siz qayerga borishingizni bilmaysiz o'zi. Qayerdan bilasiz? Belgilardan bilasiz. Namoz deganda ichingiz oqib ketyaptimi? Sizda jannatning belgisi bor. Ibodat deganda ichingiz oqib ketyaptimi? Ota-ona deganda jon fido bo'lib ketyapsizmi? Sizda jannatning belgisi bor. Payg'ambar alayhissalom fakullun muyassarun lima xuliqa lahu dedilar. Har kim boradigan joyiga moslab yaratilgan.